Men ancha ilgari 1791-yilning 1-iyunida tug'ilganman. Jenny Griffiths. Waterloo'da menga o'xshab ishtirok etganlar hozirda hayot ekani dargumon. Bu jang haqida so'zlab berganlarimga birovning ishonishi ham amr mahol. 1815-yil Waterloo jangi Askar Lewisni ko'rmadingizmi? Yevropaning taqdirini roppa-rosa bir asr avval belgilab bergandi. Lewis Bu tarixdagi jang qilgan va zo'r dahshatni boshdan kechirgan ko'plab oddiy erkak ayollarning qissasida saqlanib qolgan Lewis, qayerdasan? birinchi eng yirik urush edi. Siz men ko'rgan dahshatni hech qachon ko'rmaysiz ham, eshitmaysiz ham degan umiddaman. Qirg'in barot, tutun, alanga uchqunidan boshqa hech narsani ko'rib bo'lmasligi ham turgan gap edi. Tarix Waterloo jangini Britaniya va Fransiya o'rtasidagi shiddatli to'qnashuv sifatida eslab qolgan. Asilmedia.net taqdim. Holbuki Belgiyaga yurish qilgan Britaniya qo'shinining 1/3 qismini irlandlar yoki shotlandlar tashkil etganidan esa hamma ham xabardor emas. Ular qatorida shotlandiyalik David Robertson va Dixon Valance, irlandiyalik Peter McMullen, James va Joseph Graham, shuningdek Morris Shey ham bor edi. Jang asnosida biror bir joyim tirnalgani ham yo'q. Lekin yonimda ming-minglab odam jon berganini ko'rganman. Aql bovar qilmaydi-yu, ammo ba'zi erkaklarni jangga rafiqasi kuzatib borgan. Elizabeth McMullen va Jenny Griffiths singari Irland ayollarining boshdan kechirgani 200 yildan ortiq vaqt ilgari sodir bo'lgan muhim ahamiyatga ega bu jangga o'zgacha va mislsiz nuqtai nazardan nigoh tashlashga imkon beradi. Arthur Wellesley, Wellingtonning birinchi gersogi. Hatto Britaniya qo'shinlarining Irlandiyada tug'ilib o'sgan oliy bosh qo'mondoni Wellington gersogi ham o'sha kuni o'z fikr-mulohazasi, xatti-harakatlarini tasvirlab yorqin nomalar yozgan. Boy berilgan jangdan keyingi eng ulkan baxtsizlik bu g'alaba qozonilgan jang. Mana endi ko'p yillar mobaynida qunt bilan olib borilgan tadqiqotlardan so'ng ularning o'z qissasi va haqqoniy voqealar Waterloo jangchilari kitobida jamlandi. Waterloo jangchilari. Waterloo, Belgiya. Birinchi qism. Jangga safarbarlik. Professor Sol David, Buckingham universiteti. Hozirda bu yer tinch, osoyishta va chiroyli ko'rinishga ega. Ammo 200 yildan ortiq vaqt ilgari bu yerda butunlay o'zgacha manzara hukm surardi. Agar o'zim yozgan ko'plab janglardan faqat bittasidagina ishtirok etishim mumkin bo'lganda edi, u mana shu yerdagi Waterloo jangini tanlardim. Mening ortimdagi 5 kvadrat kilometrli maydonda 200 ming askar to'plangan. Bu jangning manzarasi ham, hidi va ovozi ham aql bovar qilmas darajada edi. Waterloo jangi Buyuk Britaniya va Fransiya o'rtasidagi shiddatli, hal qiluvchi to'qnashuv sifatida tarixga kirdi. Haqiqat esa biroz chigalroq. (1815-yilning fevralida Yevropaning ashaddiy dushmani Napoleon Bonaparte Elba orolidan surgundan qochdi. Napoleon Yevropada 20 yil mobaynida 1814-yilda mag'lub bo'lguniga qadar hukmronlik qildi. Endi taxtdan ag'darilgan imperator qaytib kelgan edi. Uning qaytishi Yevropani tahlikaga soldi. Napoleon respublikani himoya qildi va Yevropaning eski monarxiyalariga qarshi kurashdi. Napoleon Elba orolidan qaytib Fransiya qirg'oqlariga kelib tushganida uning yonida bir necha ming nafar askar bor edi xolos. Dominik Boska, arxeolog. Parijga yetib kelganida esa askarlar soni 30 mingtaga yaqin edi. Tarixiy manbalarda fransuz askarlarga turtki bergan zo'r g'ayrat tasvirlanadi. Ular haqiqatdan ham o'z imperator bilan birga va u askarlar uchun salkam avliyo edi nazarimda. Qariyb 20 yillik to'xtovsiz urush, tartibsizlik, inqilobning oliy maqsad, yuksak orzularidan Yevropa charchagan edi. Ular Fransiyani Napoleon idora qilishiga yo'l qo'ya olmasdi. Yevropa uni ag'darib tashlash uchun bor kuchini ishga solib, imkon qadar harakat qilmoqchi bo'ldi. Xullas, 1815-yilning taxminan may oyida quyidagi ssenariy yuzaga keldi. Ulkan qo'shinlar Fransiyada to'plandi.
Butun Yevropa bo'ylab nemislar, inglizlar va prussiyaliklarning katta qo'shinlari qo'zg'aldi va Fransiya tomon yo'l oldi. Wellington gersogi Arthur Wellesley qo'mondonligidagi Britaniya tashabbusni o'z qo'liga oldi. Ammo Britaniyada muammo paydo bo'ldi. O'zining kuchayib borayotgan olamshumul imperiyasini mudofaa qilish uchun uning qo'shini haddan tashqari yoyilib ketgandi. Umumiy sonni to'ldirish uchun Britaniya sobiq isyonchilar o'lkasi Irlandiya va Shotlandiyaning tog'li hududlariga murojaat etdi. 1801-yilda Irlandiya Birlashgan Qirollik tarkibiga kiritilganidan so'ng bu yerda harbiy xizmatga yollanganlar soni ko'paygan edi. Belgiyaga yuborilgan britaniyalik askarlarning 30% dan ortig'i irlandlar edi. Keltlar Shotlandiyasi ham safni to'ldirishga yordam berardi. Wellington zobitlarining chorak qismi va uning bir nechta polkini shotlandlar tashkil etgan. Xo'sh, o'sha irlandlar va shotlandlar asli kim edi o'zi? Nega ular Britaniya bayrog'i ostida turib jang qilishga tayyor bo'lgan? Ne sababdan irlandlar bergan qurbonlar, xususan ular qoldirgan yerlarda unutib yuborildi? Shunday irlandlardan biri Peter McMullen edi. Irlandiyada chaqiriqqa xayrixohlik bildirgach, Peter Britaniya armiyasining irlandlar polki Inniskillin fuzilyorlari safiga qo'shildi. Peter Malloy, Irlandiya va 1815-yildagi Waterloo muhorabasi asari muallifi. Peter McMullen sobiq o'quvchi. O'sha paytda u Britaniya armiyasiga xizmatga kirayotgan barkamol yoshdagi aqli raso kishi edi. Harbiy xizmatga kelganida 30 dan oshgan, taxminan 33 yoshlarda edi. Uning o'quvchi ekani muhim ahamiyatga ega, chunki bu hunarning o'rnini bora-bora sanoatlashtirish egallab olgan. Xullas unda harbiy xizmatdan biror bir naf chiqadi. Bu yuqori mansabga ko'tarilishning boshlanishi bo'ladi. Bu jang qo'shindagi o'rnini mustahkamlaydi. Ajab emas, rohat farog'atda uzoq umr ko'rsa qabilida umid bo'lganga o'xshaydi. Garchi zamonaviy nuqtai nazardan g'ayri tabiiy ko'rinsa-da, Peter yosh homilador xotini Elizabetni urushga o'zi bilan birga olib ketdi. Ular hayotlariga armiya ozgina bo'lsa-da barqarorlik kiritishiga umid bog'lagan edi. Ko'zingni olaytirma. U mening ayolim. Toliqib qoldingmi, azizam? Ahvollaring yaxshimi? Bizga ko'p ham yaltoqlanaverma. Ikkimizni bu tala to'pdan olib chiqmaguningcha nasibang mana shu bo'ladi xolos. Bilib qo'y. Mayli, nimayam derdim. Mayli degin. Bo'pti. Bora qol. Bu juda ham ajoyib hujjat. Chunki boshidan oxirigacha irlandiyaliklarni himoya qiladi. Ya'ni unda Avgust tashkilotining tartib qoidalari va mavqe martabasi keltirilgan. Bu esa Britaniya armiyasiga askar yollash haqidagi hujjat. U 1806-yilda Dublinda nashr etilgan. Xullas bu hujjat yollanma askarlikka xayrixohlik bildirishi ehtimoli bor irlandlar uchun mo'ljallangan edi. Shu bois uning irland tilidagi nashri favqulodda muhim ahamiyatga ega. Aslini olganda ko'z oldimizda ishga joylashtirish imkoniyati turibdi. Bu yerda bo'lg'usi askar oladigan maosh haqida batafsil ma'lumot berilgan. Ish sharoiti, tartib qoidalari batafsil tasvirlangan. Unda askar olishi mumkin bo'lgan nafaqa xususida batafsil ma'lumot berilgan va bitim shartlari bayon etilgan. Aslida esa askar qirol shillingini oldimi? Bas, bundan ortig'iga umid qilmasa ham bo'laverardi. 200 yil oldin Elizabeth McMullenning jangda ishtirok etishi o qadar g'ayritabiiy ko'rinmas edi. Xotinlari bolalardan iborat qo'shtirnoq ichidagi horg'in qo'shin askarlar ortidan urushga yo'l olardi. Dr. Louisa Carter, Suffolk universiteti. O'sha davrda ular askarlarga logistika borasida qo'shimcha dastyor vazifasini o'tagan. Ovqat pishirishardi, tikishardi, kir yuvishardi. Yaradorlarga qarashda ham ishtirok etishgan, lekin qanchalik nafi tegsa ham ular harbiy mashinaning muhim qismi sifatida qadrlanmas, aksincha qandaydir kerakli dahmazaga chidab qilinayotgan munosabat ko'rishgan. Masalan, harbiy xizmatga jo'natish xususidagi qaydlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda erkaklar haqida yetarlicha batafsil ma'lumotni ko'rish mumkin. Ismi sharifa, tug'ilgan joyi, unvoni, ayollarning esa umumiy soni, bolalarning jami soni keltirilgan xolos. Ya'ni aslida bu boqish kerak bo'lgan jon soni. Qo'shin ularni shu hisobdangina nazarda tutadi. Ular bilan bog'liq bundan boshqa jihatlarning armiya uchun hech qanday ahamiyati yo'q.
Dr. Mora Cronin, Irlandiya. Jenny Griffiths Shotlandiyada tug'ilgan, ammo 14 yoshida Irlandiyaning Longford grafligiga ko'chib o'tadi. U Lewis Griffiths bilan tanishib qoladi. Lewis Uelslik harbiy edi. Jenny u bilan birga Uelsga ko'chib boradi. Muhariba boshlanganida tabiiyki Lewis armiyaga qo'shiladi. Shunda Jenny ham u bilan boshqa kemada yo'lga chiqadi-da, Waterlooga kelib tushadi. U nihoyatda qat'iyatli ayol. O'sha paytda ko'p ayol o'z eri bilan harbiy safarga chiqardi. Bu esa unchalik ma'qul ko'rilmagan, to'g'ri deb hisoblanmagan, ammo bunga ko'nikilgan. Jenny esa uyiga ketishi haqida bir necha bor jiddiy buyruq olgan edi. Endi u eri bilan birga qolmoqchi ekani aniq. Men esa eri bilan birga qolishdan boshqa yana qanday imkoniyat borligi nazarga olinsa, kambag'allar haqidagi qonun 18-asrning oxiri, 19-asr boshlarida turmushga chiqqan biror bir ayol kutmagan holat, o'zini o'zi ta'minlash zaruratini ko'ramiz degan fikrdaman. Jennyning himoyasida ham eri bilan birga qolish uchun qo'mondonlarga rasmiy iltimos bilan murojaat etgani, turmush o'rtog'i ham murojaat bilan chiqqani haqida juda ko'p marta aytib o'tiladi. Men polkovnikning xonasiga kirdim. U menga ruxsat berishmaydi. Yaxshisi ketganing ma'qul dedi. Yo'q dedim. Men uyga borganimdan hech ma'no yo'q, chunki u yerda hamma tilanchilik qilib yuribdi. Shunda u kulib yubordi-da, Xudo haqqi, ering bilan qola qolgin. Agar tilanchilik qilish zarurati tug'ilsa, sen uni ham uddalaysan dedi. Qo'shin! Saflan! Toliqib yiqilmasingdan mana buni ol. Buning siz ham o'zimni yaxshi his qilyapman. Ola qol, kuch bo'ladi. Keyinroq icharman. Mayli qoldir. Safda jimlik saqlansin. Oldinga yuzlan. Xo'y, oldinga qara. Jimlik saqlansin. Hoy, sen. Chetga o't. Omading bor ekan, Griffiths. Buni o'zim ham bilaman, Boyle. Saf! Oldinga qadam bos. Jenny erining ortidan Belgiyaga borganida Irlandiyaning Monaghan grafligidagi Klon shahridan ikki aka-uka, James va Joseph Graham ham safarda edi. Bu ularning harbiy muharibadagi ikkinchi ishtiroki edi. Bonini tezroq uchratib, qoq boshiga o'q tekkizishni sabrsizlik bilan kutyapman. Tez orada u bilan uchrashamiz, tentak. Ana o'shanda alg'ov-dalg'ov boshlanadi. Bu Coldstream gvardiyasi batalyonining Waterloo jangidan keyin tuzilgan shaxsiy tarkibi ro'yxati. Unda barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan. Bu yerda James Graham, kapral. Bu yerda esa o'ng tomonda Joseph Grahamning ism-sharifi qayd etilgan. 1815-yilda ular Coldstream gvardiyasining 2-batalyonida xizmat qilishgan. U podshoning xususiy qo'shini. Eng avvalo, Britaniya hukmdori tasarrufidagi qo'shinlar. Coldstream gvardiyasi nihoyatda sara qo'shin hisoblanadi. Waterloo jangida Coldstream gvardiyachilari jang maydonining muhim ahamiyatga ega qismida joylashgani ham tasodif bo'lmasa kerak. Ko'plab tarixiy manbalarda James Graham jangning borishiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatgani bilan yodga olinadi. Shunday bo'lsa-da, Waterloo'ning bu qahramoni Irlandiyada unchalik taniqli emas. Irlandlarning xolis turishga munosabati nihoyatda tushunarsiz edi. Misol uchun, Irlandiyada Waterloo jangi bilan bag'oyat faxrlanishadi. Va ayni shu palla 1798-yildagi o'ta jirkanch qo'zg'olondan keyingi davr bo'lib, hech bo'lmaganda ayrim odamlar fransuzlar kelib, inglizlarning zulmi istibdodiga barham berishga, irlandlarga ko'maklashishiga katta umid bog'lagandi. Modomiki biz tuturuqsizlikni qidirayotgan ekanmiz, u ayni shu yerda edi. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina asmedia.net saytida. Britaniyaning ko'p asrlik hukmronligiga qaramay, 1815-yilda 10,000 nafar Irland Britaniya tojini himoya qilishga chiqdi. Irlandiya dengizining narigi tomonida minglab shotlandlar ham xuddi shu chaqiriqqa rozilik javobini berdi. Holbuki 60 yil avval shotlandiyalik tog'liklar Britaniya armiyasi tomonida turib jang qilishi haqidagi fikr aqlga sig'magan bo'lar edi. Shotlandiyalik tog'liklar 1746-yildagi Culloden jangidan so'ng isyonkor tog'liklar muntazam ravishda siquvga olinar,
Britaniya hukmronligi majburan o'rnatilgan edi. Tog'liklar madaniyatidan qolgan nishona, kilt, musiqa, qurol olib yurish taqiqlangan ikkita katta qal'a esa Jorj qal'asi, Shotlandiya. britaniyaliklarning tog'liklar sardorlari ustidan qozongan g'alaba ramzi sifatida qurilgan edi. Jorj qal'asi Britaniya hukumatli Shotlandiya tog'li xalqi harbiy salohiyatidan nechog'li qo'rqqanini yaqqol namoyon etadi. Dr. Andrew McKillop, Shotlandiya. Ammo qaysidir ma'noda qal'a qachonlardir sodir bo'lishi dargumon urush uchun qurilgan edi. Tog'liklarni ommaviy yollash 1780-yilga kelib Culloden jangidan keyin unchalik ko'p vaqt o'tmagan bo'lsa-da, ular sodiq, bor kuchi bilan uyushgan holda kurashuvchi jangchi hisoblanishini anglatar. Eng muhimi esa tog'liklarning polklari Britaniya armiyasining shu davlat fuqaroligiga o'tgan qismiga aylangan edi. 2 nafar shotland askarlikka endi chaqirilgan vodiylik Dixon Valens hamda tog'dagi muhoribaning tajribali qatnashchisi David Robertson Waterloo jangi asnosidagi kechinmalarni kuzatib borishga imkon beruvchi qiziqarli hikoyalar yozishgan. Meni harbiy xizmatga kirishga undagan Madad polkini himoya qilish uchun ketyapman. Qip-qizil tentak ekansan. Jim bo'lganda oldinga yur. Bunday odamlar jangga borish uchun o'z uyi va kasbi korini tashlab ketgan. Ba'zilari eng qashshoq qishloqlar, ayrimlari esa eng kambag'al shaharlardan edi. Ularning boshlig'i Gersog Wellington o'z askarlarini yerning sarqiti deb atardi. Gersog o'z askarlarining ijtimoiy kelib chiqishi haqida hamin qadar fikrda bo'lgan. Chunki ular haqiqatdan ham jamiyatning eng quyi tabaqasiga mansub edi. Gersog tartibni saqlash uchun ularga favqulodda qattiq intizom kerak deb hisoblardi. Lekin askar sifatida ular yaxshi jang qilishini ham yaxshi bilardi. Gersog bu askarlarni inson sifatida umuman hurmat qilmas edi. Ularning professional qobiliyatlarini e'zozlardi. O'zining ko'plab jangchilari singari Wellington ham Irland edi. Arthur Wellesley 1769-yil Dublinning Merion ko'chasida tug'ilgan. Irlandiyada o'sib ulg'aygan va o'zini Irlandiya siyosiy ishlari bo'yicha mutaxassis deb bilar edi. Aftidan Wellington o'zini ham Irland, ham britaniyalik deb hisoblagan shekilli. Dublin, Irlandiya. Uning qalbida milliy o'xshashliklar kurashi borardi. Garchi Irland sifatida tarbiya ko'rgan bo'lsa-da, dunyoni idrok etishda o'ziga xos ingliz-irland nuqtai nazaridan yondashgani ehtimoldan xoli emas. Lekin u britaniyalikka juda o'xshaydi. Dr. Gavin Hughes, Irlandiya. Qarshimizda Arthur Wellesleyning shaxsan o'zi, Wellingtonning birinchi gersogi va u shu yerda, hozirgi Irlandiya banki binosidagi Lordlar palatasida muhtasham xonada turibdi. Tabiiyki, bu binolar Irlandiya parlamentiga tegishli edi. Va u bu muhit bilan juda yaxshi tanish bo'lgani tabiiy, chunki uning otasi shu palatada o'tirgan, akasi shu palatada o'tirgan, o'zi esa ro'paradagi jamoatchilik palatasida parlamentning Trim shahridan a'zosi sifatida faoliyat olib borgan. O'smirligida navqiron Artur Napoleonga qarshi urushda Yevropaning ittifoqchi qo'shinlariga qo'mondonlik qilishi birovning xayoliga ham kelmagan. Arturning mushtipar onasi uning qo'lidan chindan ham shundan boshqa biror bir ish kelmaydi deb o'ylagani uchun harbiy xizmatga borib qolganini ta'kidlardi. Mana endi u Yevropani Napoleondek tiyiqsiz iblisdan qutqargan odam shu yerda turibdi. Wellington Peninsular, ya'ni Yarimorol jangida fransuzlarni mag'lub etgani bilan dong taratgan. Lekin ilgari hech qachon Napoleon bilan yuzma-yuz kelmagan. O'sha paytda ular 45-46 yoshlarda edi. Napoleon esa o'sha davrning eng buyuk sarkardasi edi va Wellington unga nisbatan chuqur ehtirom hamda qo'rquvni his etardi. Men uning yetib kelgani, qo'mondonlikni qo'lga olganidan ko'ra, fransuzlar qo'shiniga 40 ming askar qo'shilganini afzal ko'raman. 1815-yil iyunda Napoleonning mohir professional askarlardan tashkil topgan 120 ming kishilik qo'shini Parijdan shimolga, Bryussel tomon yo'lga chiqdi. Bu vaqtda Wellington o'z qo'shinini feldmarshal Blyucher qo'mondonligidagi pryussiyalik ittifoqchilari bilan birlashish uchun janubga boshlab bordi. Na Blyucherning, na Wellingtonning armiyasi yolg'iz o'zi fransuzlarni mag'lub etishga yetarli kuchga ega emas edi. Faqat birgalikdagina buning uddasidan chiqish imkoni bor edi. Ammo 15-iyun kuni Napoleon zarba berdi. U qo'qqisdan yurish qilib, o'zining ulkan qo'shinini chegaradan o'tkazdi. Napoleon Wellingtonni g'aflatda qoldirib, kutilmaganda bostirib kirdi.
Katerbra, Belgiya. Parijdan shimolga yo'l olar ekan, Napoleon yagona maqsad Wellington armiyasi va uning pryussiyalik ittifoqchilari qo'shinini ajratib qo'yishni ko'zladi. Agar Napoleon buni uddasidan chiqqanida edi, Wellingtonni yo'q qilish imkoniga ega bo'lardi. Hamma narsa Bryusseldan 30 mil uzoqlikdagi chorraha Katerbraga borib taqalayotgan edi. Xullas, mening ortimda Katerbra chorrahasi turibdi. Waterloo jangida uning ahamiyati shundaki, Wellington muhoraba u hali boshlanmasidanoq deyarli yutqazib bo'lgandi. Buning sababi esa asosan Napoleonning dahosi va Wellingtonning ehtiyotkorligida edi. Aslini olganda Napoleon Wellington kutganidan ham tezroq zarba berdi. U o'z qo'shini bilan prussiyalik va inglizlar o'rtasida ustalik bilan harakat qildi. Wellington esa u bunday qilishiga qo'yib berdi, chunki Napoleon keyin qanday yo'l tutishini bilmasdi. Shu bois u kutdi, sabr qildi, kutib turaverdi. 15-iyun oqshomida Richmond gersoginiyasi saroyida mashhur bal, ziyofat bo'lib o'tdi. Wellington Napoleon Parijdan chiqqanidan xabardor edi, ammo safardan maqsad nimaligini bilmasdi. Xotirjam gersog vaziyatga aniqlik kirishini kutib, Bryusseldagi balda ishtirok etdi. Yarim tunda xabar keldi. Fransuzlar Katerbra yaqinida hujumga kirgandi. Tungi soat 3larga yaqin Wellington Napoleon urush boshlaganini eshitdi. Wellington Napoleon uni aldaganini sezdi, chunki g'aflatda qolgandi. Doktor Ayofa Boryatnix, harbiy tarixchi. Napoleon bu qadar omadli general bo'lganining sabablaridan biri qo'shinining tezkorligi va qurol yarog'ining samaradorligi, shuningdek qurol aslahasining moslashuvchanligi edi. U o'z qo'shinlari va artilleriyasini bir joydan boshqa joyga tezda ko'chira olardi, chunki ular intizomli, yaxshi mashq qilgan va tajribali edi. U aynan shu taktikani qo'lladi. Napoleon o'z qo'shinini ikki qismga bo'ldi. Marshal Ney qo'mondonligi ostidagi qism Katerbra yaqinida Wellingtonga zarba berdi. Napoleonning o'zi esa undan 10 chaqirimcha narida liniyada pryussiyaliklarga hujum qildi. Napoleon bo'lib tashla va hukmronlik qil qabilida ish tutdi va Wellington uning tuzog'iga tushdi. Alqissa, bu paytgacha Wellington qo'shini 16-iyun kunduz soat 2larda bu yerga yetib kelganida Napoleon qo'shini prussiyaliklar bilan liniyada jang qilibgina qolmay, mag'lub ham etgandi. Shuningdek, Wellington qo'shini bilan shu yerda jangga kirishga ulgurgandi ham. Bir necha soat davom etgan Katerbra muhorabasi o'z davrining eng ayovsiz va qonli janglaridan biriga aylandi. Bor yo'g'i 6 soat ichida 9000 kishi halok bo'ldi yoki yaralandi. Katerbra nihoyatda jirkanch, chigal, uzuq yo'liq jang. Wellington armiyasi 16-iyun kuni hamon olg'a intilish, hamon to'planish, hamon kuch diqqatini jamlashda davom etdi. Shunday ekan, aslini olganda Wellington qo'shini qismlari mana shu kurash, mana shu chorrahani qo'ldan bermaslik yo'lidagi og'ir qaltis jang domiga kirib borardi. Oldinga qator, tiz cho'k. Bu esa jang nihoyatda betartib, ayrim holatlarda juda ham yaqindan olib borilgan. Tog'liklarning serjanti David Robertson o'z saflarini sog'-salomat, buz-butun saqlab qolish uchun bor mahoratini ishga solishiga to'g'ri keldi. Hushyor turing! Tayyorlaning! Dixon Valance, qirollikning shotlandiyalik navqiron, endi harbiy xizmatga chaqirilgan askari voqeaning qoq markazida edi. Biz dushman ustidan zafar qozonishimiz mumkin bo'lgan lahzani sabrsizlik bilan kutgan edik, ammo o't ochish haqidagi buyruqni olmasimizdan avval juda ko'p safdoshlarimiz halok bo'ldi. Qo'mondonning buyrug'i yangradi. O't och! Waterloo jangida piyoda askarlar qanday harakat qilganini tushunib yetish uchun asosiy qurol Dr. Stuart Allen, Shotlandiya. Mana bunaqa silliq stivolli chaqmoq toshli pilta-miltiq ishining asosiy tartib tamoyillarini bilib olish kerak bo'ldi. Bu nishonga u qadar aniq uradigan to'g'ri qurol emas, ayniqsa 80 yarddan oshmaydigan masofadan turib otilsa. Uni o'qlash va qayta o'qlash uchun vaqt talab etilardi. Uni og'zidan o'qlash kerak edi. Va bu unchalik ishonchli qurol emas. Qora po'rx bilan o'q otadi. Ob-havoga qarab, sharoit ko'ngildagidek bo'lmasa, istalganday ishlamasligi ham mumkin. Yuzim, qo'llarim, egnim, boshim va kamarlarimga
halok bo'lgan, yaralangan o'rtoqlarimning qoni sachragan edi. Yon-verimizda nobud bo'lgan yoki yarador askarlar yotardi. Juda qonli urush edi. Yonboshimga osilgan suvdonga zambarak o'q kelib tegdi-da, ortimda turgan jangchining umriga zomin bo'ldi. Bilasizmi, bu juda ham dahshatli urush bo'ldi. Ittifoqchilar ancha katta talofat ko'rdi. Wellington muhorabaga u qadar yaxshi kirishmadi, ammo adolat yuzasidan e'tirof etish kerakki, u frontdan turib boshchilik qilayotgan odam. Bu yerda sodir bo'lgan janglarning aksariyatida u shaxsan ishtirok etganini nazarda tutyapman. Jarayonlarning birida fransuz otliq askarlarining shiddatli hujumi paytida u tog'liklar maydoniga yashirinishga to'g'ri keldi. Safni saqla. O'toj. Men aytmaguncha o'q otmang. Wellington qo'shinlari joylashtirish bobida ustasi farang edi. Jang davom etarkan, u kuchli bosim ostida ham sovuqqonlikni saqlab qoldi. Bu barcha buyuk sarkardalar uchun kerakli xususiyat, albatta. Mushkul vaziyatga tushgach, undan chiqish yo'lini izladi. To'xtang! Biz otayotgan edik. Raqib 20-30 qadam yaqin kelganida esa u hayqirdi. Yigitlar, bu fransuzlarni ayamanglar. Tushundingizmi? Ana endi tayyorlan. Nishonga ol, o'toj! Saflar siyraklashib qoldi. Qatorni to'ldiradigan odam yo'q edi. Bizning jasur bosh qo'mondonimiz bo'ronning momaqaldiroq yashinlariga yo'l ko'rsatuvchi dahodek tasalli bergancha ortimizdan otda kelardi va barchamizni hujumga chorlardi. 90 soniya. Miltiqni o'qla. Nishonga ol. O'toj! Ko'p sonli va kuchli artilleriya madad berib turgan raqib bizga qayta-qayta hujum qildi. U bir necha bor zarba berdi, lekin hammasi zo'r shiddat bilan keskin qaytarildi. Biz juda katta talofat ko'rdik. O'toj! Wellington Katerbrada undan 10 mil narida jang qilayotgan bir paytda Napoleon liniya yaqinida prussiyaliklar ustidan olamshumul g'alabani qo'lga kiritdi. Blyucher otdan urib yiqitilgan va yaralangan. Prussiyaliklar qochishga majbur bo'lgan edi. Ko'p o'tmay Wellington Katerbra jangida fransuzlarni yenga olmasligini tushunib yetdi. Mushkul ahvolda qolgach, u chekinish haqida buyruq berdi. Safida James va Joseph ham bo'lgan Coldstream gvardiyachilari jang maydoniga kechikib keldi. Ammo darhol jangga kirishdi. Wellingtonga chorrahani saqlab qolishga yordam bergach, jangdan so'ng ular qo'shinning Waterlooga chekinayotgan qismini qo'riqlab bordi. Shu sababli Coldstream gvardiyachilari bu hududni oxirgilardan bo'lib tark etgan. O'z miltig'ingga ishon, Joseph. Tangri bizni yorliqasin, Jemmi. Shimol tomon Waterlooga qarab siljigani sari Wellingtonning miyasida shubha uyg'ondi. Napoleonni mag'lub eta olaman deb o'ylaganida aqli hushi joyidamidi o'zi? Sarqit askarlarning zafar qozonishiga jasorati yetarmikin? Balki uni butun dunyo oldida tahqirlanish va sharmandali mag'lubiyat kutayotgandir. Asilmedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Hozirda Waterloo Belgiya poytaxti Bryusselga qarashli shaharcha. 200 yil ilgari esa Wellington Napoleonni u shaharni egallab olmasidan avval to'xtatib qolishga muvaffaq bo'lgan joy edi.
Kundaliklarni o'rganish, hisobotlarning asl nusxasini o'qish, bir talay xaritani ko'rish juda qiziqarli. Misli yo'q mashg'ulot deb o'ylayman. Lekin voqea ro'y bergan joyda ko'rilganiga hech narsa teng kela olmaydi. Bu yerdan jang maydonining eng mukammal manzarasi ochiladi. Jangdan bir necha oy avval britaniyaliklar bu yer har jihatdan Bekamni ko'st mudofaa qarorgohi ekanini aniqlashdi. Ortimdagi anavi tomonga borayotgan yo'lni ko'rib turgan bo'lsangiz, u tizma yoqalab o'tgan va bu har jihatdan benuqson mudofaa joyi, chunki qo'shinning katta qismini orqaga, mana bu qarama-qarshi qiyalikka yashirsa bo'ladi. Bu yerda Wellington nega bu tizmani o'z qo'shini uchun tanlaganini tushunib yetish oson. Chunki tog' tizmasining shundoq ortida o'z qo'shinining katta qismini begona ko'zdan berkita oldi. Bu yerda esa o'z qarorgohini mo'jazgina Oq uy yaqiniga joylashtirgan Napoleonni tasavvur qiling. Shu nuqtai nazardan Napoleon Wellingtonning aslida qancha qo'shini borligini ko'ra olmagan bo'lardi. Ittifoqchilar armiyasi shu tizmada har ikkala tomonga bir chaqirim masofada chodir tikdi. Afsuski, Waterloo jangidan bir kun oldin tuni bilan kuchli momaqaldiroq bo'lib, to'xtamasdan jala qo'ydi. Tungi soat 1, 18-iyun 1815-yil. Irlandiyalik er-xotin Peter va Elizabeth McMallen boshpana topishdi. Lekin ikkisi ham ertangi kun ularning kelajagini o'zgartirib yuborishini xayoliga ham keltirmagan edi. Qo'rqyapsanmi? Men qo'rqyapman. Qo'rqma. Bizning safimizda xavfdan butunlay xolisan. Birgina sen shunday deb o'ylaysan shekilli, tentak. Fransuzlar juda vahimali ko'rinadi. Gvardiyachilardan biri bilan gaplashdim. U sara zobitlar sirasidan. Gersog eng zo'r generallardan biri deb aytdi. U o'z ishini yaxshi biladi. Tong otsin. Ertalab Bonini yengamiz. Tangrining madadi bilan. Ko'p tashvish chekma azizam. Shotlandiyalik tog'liklar Katerbra jangida ko'p odamini yo'qotdi. Lekin endi ularni kutilmagan sovg'a poylab turardi. Janglarda toblangan David Robertson boshidan o'q yegan serjant mo'jizaviy ravishda tun zulmatidan chiqib keldi. Uni qaranglar, qoyil, xuddi o'ziga. Salomlar bo'lsin. Bormisan? Kel yigit, o'tir. Hoy oshpaz, bizga ichimlik keltir. Darhol. Qani ol. Omonmisan o'zi og'ayni? Yaxshi yetib keldingmi? Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Shon, tirikman. Barakalla. Halok bo'lganlar orasida sovutli otliq fransuzlar ko'p edi. Aksariyatining temir sovutiga britaniyaliklarning o'q tegib teshilgandi. Biz mol go'shtini qovurish uchun eng mustahkam sovutni tanlab oldik. Yonimizdan bir guruh askar o'tdi. Biz ularga fransuzlarni o'zlarining ko'krakka taqadigan qalqonida qovurayotganimiz, endi paqqos tushirmoqchi ekanimizni aytdik. Ularni bu jarayonda ishtirok etishga taklif qildik. Xil-xil pishganini qarang. Kimga go'sht? Qani kelib qoling. Ular dahshatga tushdi. Chor tarafga tum-taraqay qochayotib, hamrohlariga shotlandiyalik tog'liklar odamxo'rligini aytishardi. Dixon Valensning odamxo'rlik haqidagi hazili etni ushtiradi. Katerbradan jadallik bilan chekinildi, ammo qo'shin oziq-ovqati zaxirasining katta qismi ancha orqada qolgandi. Holdan toygan va ochiq osmon ostida qolgan. Bu ko'pchilik uchun yer yuzidagi oxirgi tun bo'lishini anglab turgan jangchilarning bir nechtasigina o'sha tunda mijja qoqdi xolos. Janob, kiyimlarimni bersangiz, Jenny. 2 kishi oldimga kelib,
endi mening kir kiyimimni yuvmaysiz Jenny degandi. Bu gap rost bo'lib chiqdi. Ikkalasi ham halok bo'ldi. Jangdan bir kun avval Wellington sarosimaga tushdi. Uning jangu jadallar holdan toydirgan, uyqu va oziq-ovqatdan mahrum qo'shini ertasi kuni o'zini qanday tutadi? Yevropaning kelajagi xavf ostida qolgandi. Tong tarixda hali misli ko'rilmagan ko'lamdagi jangni olib kelishi kerak edi. Waterloo, Belgiya. 200 yildan ko'proq vaqt ilgari 1815-yil 18-iyun kuni ertalab Waterloo dalalarida ikki ulkan armiya bir-biriga ro'baro keldi. (1815 yil 18-iyun kuni ertalab Napoleon kechagina Prussiyaliklarni mag'lub etgan, endi esa Wellingtonni yenga olaman deb o'ylardi. O'zining eng zo'r general ekaniga ishonch komil, ittifoqchilar qochib ketganini biladi. Agar ularni birin-ketin asirga ola olsa, jangda yutqazib qo'ymasligiga amin edi. Aslini olganda fransuzlarning ishi anchagina jo'n edi. Napoleonning vazifasi Wellingtonni bu pozitsiyadan siqib chiqarish bo'lib, buni uddalashiga ishonchi komil edi. Jang kuni ertalab u qo'l ostidagi odamlarga kechga borib, ular Bryusselda tushlik qilishini aytadi. Nargi tomonda esa o'tgan kunlarning tashvishi hasratidan iztirobda Wellington turardi. U xatoga yo'l qo'ydi. O'zi va ittifoqchisi Blyucherning o'rtasiga fransuzlar kirib olishiga imkon berdi. Blyucher kunning ma'lum bir vaqtida unga yordamga kelishini aytdi, lekin aynan qachonligini Wellington bilmasdi. Bir tomonda Napoleon, davrining dunyoga mashhur eng buyuk strategi, ikkinchi tomonda esa Wellington, davrining eng buyuk taktigi desa ham bo'ladi. 1814-yilgacha agar Wellington bilan Napoleon jang qilsa, kim g'olib bo'larkin qabilidagi mavzu muhokama qilingan. Ha, bor gap shu. Shotlandiya qirollik kavaleriyasi kaprali John Dixon navbatchilikka erta chiqdi va fransuz armiyasi harakatga tushganini birinchilardan bo'lib ko'rdi. Bu yerda piyoda askarlarning son sanoqsiz kolonnalari, sovutli otliqlar, qizil dragonlar, jigarrang libosli gusarlar, yashil kiyimli ulanlar eskadronlari qator turardi. Buni ko'rgan odam hech qachon esdan chiqara olmaydi. Soat 8-9lar oralig'ida to'satdan nog'oralar gumburi yangradi. 100 ta batalyon orkestri musiqani boshlab yubordi. So'ngra har bir polk harakatga tushib, jangovar pozitsiyani egallashga kirishdi. Buni esdan chiqarish qiyin. Ertalab soat 11:30 da Napoleon o'zining birinchi buyrug'ini berdi. Marshal Ney 14 ming nafar jangchi bilan og'ir artilleriya yordamida hujumga tayyorlanish kerak edi. Napoleon bu jangda g'alaba qozonish imkonini beruvchi asosiy zarba bo'ladi degan fikrda edi. Hozir ayni payti. Zambaraklar o'qining shiddatli yomg'iri ostida Britaniyaliklarning birinchi polklari jang maydoni tomon yurdi. Xavfsiz joy topolmagan Jenny Griffiths Errol Lewisga ergashishda davom etdi. Xudo haqqi Jenny, nariroq yursang-chi. Voy xudoyim, Lewis. Qayoqqa ketayotganingni bilib turibman. Nega vahima qilasan? Bunchalar jonsarak xotinsan-a? La'nati fransuzlar. Ular odamni o'ldirishga qodir o'q yasashni hech qachon eplay olmagan. Shunga umid qilinglar. Nari ket dedim senga. Polkovnik lagerga qaytishim kerakligini aytmagunicha Lewis bilan birga qoldim. Uzoqroq borishga ulgurmasimdan pilta-miltiqlardan baravariga otilgan o'q ovozi yangradi.
Soat 12. Xullas biz jangning muhim ahamiyatga ega maydonlaridan biri va Vaterlo jangining buyuk qissalaridan sanalmish Hugumon qal'asidamiz. Uni 1000 ga yaqin askar, dastavval esa birinchi hujum paytida 2500 nafar fransuz mudofaa qilgan. Hugumonda dastlabki rostmana o'q ovozi jang paytida yangradi, ammo Hugumon harbiy harakatlar teatriga aylandi hisob. Bu haqiqatan ham jang ichidagi jang. Bu Hugumonda nimalar bo'layotganini anglab yetishning eng yaxshi yo'li, chunki qal'a Wellington chegarasidan xiyla yiroqda, uni dov-daraxt bekitib turardi. Tezda pastga tushing. Wellington fronti chizig'idan oldinda joylashgan Hugumon Gertsogning mudofaa strategiyasida markaziy o'rinni egalladi. Irlandiyalik og'ayni James va Joseph Graham uni himoya qilish uchun o'z sohalaridagi eng og'ir jangga kiradi. Hozir bizni uydagilar ko'rganida edi. Kimsan Britaniyaning qirol va mamlakat uchun jang qilayotgan sodiq piyoda askarlarimiz, a? To'g'rimi? Qo'ysang-chi. Ular uchun qay biri muhimroq? Och qolgan Irlandmi yoki armiya ta'minlayotgan askar? Men tanlashga qiynalmagan bo'lardim. Graham, bu yoqqa kel. Xo'p bo'ladi, ser. Ko'p o'tmay Bonapart eshik taqillatadi, to'g'rimi, Jimmy? Shunchaki taqillatib qo'ymasa kerak, tez orada boshlanadi. Tayyorlanamiz. Bu yoqqa. Tayyorlaning. Urush davom etarkan, minglab fransuz askarlar bu majmuani egallab olish uchun jangga kirdi. Pirovardida esa bu qal'a fransuzlar uchun katta, jiddiy muammoga aylandi. Chunki ular bu pozitsiyani qo'lga kiritishga urinib, juda ko'p vaqt, juda ko'p sa'y-harakat va juda ko'p ishchi kuchini sarf qildi. Mana endi ular tobora ko'proq odamni jangga jalb eta boshlaydi. Dastlab taqdir taqozosi bilan fransuzlar eng katta muvaffaqiyatga erishdi. Ular o'sha kuni bu joyni egallab olishiga oz qolgandi va bu jang favqulodda shiddatli to'qnashuvga aylandi. Ular o'z-o'zini himoya qilayotgan qo'shinni mevali bog'dan siqib chiqardi. Endi amalga oshirish kerak bo'lgan navbatdagi ish binoga bostirib kirish edi. O'toj! Fransuzlar devorga yaqinlasharkan, tabiiyki himoyasiz ochiq qoldi va katta talofat ko'ra boshladi. Bu hudud yorib o'tishga bor kuchi bilan urinayotgan askarlar bilan to'la edi. Bir zaif joy bor. Fransuzlar hali uni topganicha yo'q. O'sha yer nargi tomonda joylashgan. Soat 13. Bu orada Wellington chegarasining nargi tarafida uning piyoda askarlarini vahima bosdi. Fransiyalik to'pchi askarlar saflarimizni buzib tashladi. Biz hali birorta ham o'q uzganimiz yo'q. Odamlarimiz granata otuvchi qurollardan tutday to'kildi. Fransuzlarning snaryadlari esa ustimizga yog'ildi. Biz pilta-miltiqlarni hali o'qlamagan edik. Biz anchagacha yotdik. To'p o'qlari ko'pchilikni o'ldirdi, yarador qildi. Bir o'q kapitanimizning yuziga tegdi. Shunda eti tilka pora bo'lib, yanoq suyaklari ochilib ketdi. U jon talvasasida o'lim bilan olishib, dunyodan ko'z yumdi. Men shu jarayonni o'zim ko'rdim. Jang maydoniga qizil mundirda kirgan har 4 odamdan bittasi yarador yoki halok bo'lishi ehtimoli bor edi. Michael Cramplin 19-asrning tibbiy amaliyoti, xususan Waterloo jangiga qiziquvchi tajribali mohir jarroh. Tirik qolib, jarrohga murojaat etgan yaradorlarning 70% o'q otuvchi qurollar, qolgan 30% esa zambarakning sal tegib ketgan yoki qo'l-oyoqni uzib oluvchi o'qlari, qilich zarbi, nayzadan jarohat olgan. Zambarak o'qi qo'l-oyoqqa tegsagina tirik qolish mumkin, chunki tana yoki boshga kelib tegsa, o'sha zahotiyoq o'ldiradi. Dog'liklar Napoleonning dastlabki hujumlari azobi mashaqqatini o'z zimmasiga olayotgan bir paytda tog' tizmasi ortida Peter Macmillan va uning irlandiyalik safdoshlari urushga shay turardi. Peter jang maydonidagi yaradorlarning chinqiriq na'rasini eshitib turar, ko'p o'tmay unga ham navbat kelishini bilardi. Hugumonda jang tobora avj oldi. Shotlandiyalik sarkarda James McDonnell qo'mondonlik qilayotgan edi. Otilgan har bir o'qni hisobga ol, yigit. Mashg'ulotlaringni esla. Wellingtonning McDonnelldek odamga bo'lgan ishonchi sezilib turadi, chunki u shu yerda qo'mondonlik qilish uchun tanlangan. Wellington shtabidagi prussiyalik ofitser undan nima deb o'ylaysiz, u yerni saqlab qolishni uddalasharmikin deb so'raganida Wellington xavotir olmang. McDonnell o'sha yerda bu joyni qo'ldan bermaydi degandi. Ser, Nima gap askar? fransuzlar darvoza tagida turibdi. Kapral Graham,
Ortimdan. Ortimdan yuring yigitlar. Alqissa bu jangning hal qiluvchi pallasi, ichkaridagi garnizon uchun esa eng qaltis lahza sodir bo'lgan joy. Chunki hozir biz Wellingtonning shimoldagi pozitsiyasi tomon qarab turibmiz. Bu darvoza shimolga qaragan. Fransuzlar esa uni aylanib o'tib, o'zlariga zaif nuqta bo'lib ko'ringan joyni topishdi. Shunday bo'lib chiqdi ham. Shunday qilib, dabdurustdan hal qiluvchi lahza boshlandi. Agar bu darvoza ochiq qolsa, o'ziga yo'l ochishga ulgurganlarga ko'maklashish uchun yana bir talay fransuz yetib keladigan bo'lsa, hugumon taslim bo'lishi ehtimoldan xoli emas edi. Ikkita odam, asosan 2 kishi bunga to'sqinlik qilyapti. James McDonnell va James Graham bu darvozani yopishni shaxsan o'z zimmalariga olishdi. Biz buni uddaladik. Bor kuch bilan mahkam turing. Waterloo jangining muvaffaqiyati hugumondagi darvozaning yopilishiga bog'liq edi. Hujumga yigitlar, hujumga! Bizgacha yetib kelishdi-ya. O'zingni ehtiyot qil. Jo, hali hammasi oldinda. Devor tomon chekining. Sen ortimdan. Bu butun garnizon uchun eng xavfli lahza edi. Wellington ham keyinchalik buni tan olib, Graham Waterloo jangida qatnashganlar ichida eng jasur kapral ekanini aytgandi. Ammo hugumon Napoleon bosib olishga allaqachon ulgurgan 2 millik jang maydonining kichik bir qismi edi xolos. Jang esa endi boshlangandi. Elizabeth McMullen va Jenny Griffiths uchun bu mudhish xavotir, dahshatli kechinma bo'lgan. Axir ularning erlari jang maydonida edi-da. Uzoq davomli choshgoh asnosida har 4 erkakdan biri yo halok bo'ladi yoki yarador. Tangrim, o'zing bizga madad ber. O'z pozitsiyasiga ishongan Napoleon to'plardan o'q uzishni kuchaytirdi. So'ngra esa minglab askar vodiyga bostirib kirishiga buyruq berdi. Film asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Hujumga! Ortga yo'l yo'q yigitlar. Olg'a! Hujumga! Hujumga! Wellingtonning odamlari ilgari hech qachon bunday manzarani ko'rmagan. O'lim ular bilan yuzma-yuz turardi. Otishga tayyorlan! O'q va snaryadlardan polkimiz 3dan 1ga qisqardi. Ko'p o'tmay hammamiz yo halok yo yarador bo'lamiz degan xayolga bordim. Bu Napoleon uslubida dahshat va vahima uyg'otish edi. Safni buzma, sarosimaga tushma. Hujumga olg'a! Jang boshlanganidan 3 soat o'tar o'tmas, Wellingtonning jamiyat sarqitlaridan tarkib topgan qo'shini parchalanib ketdi. O'zining avvalgi ishonchiga qaramay, Wellington Waterloo jangini boy berayotgan edi. Keyingi qismda Men kavaleriya polklarini ko'rdim. Oldinda shotlandiyalik shunqorlar kelardi. Bundan vatandoshlarimiz boshi osmonda bir ovozda qayqirishardi. Shotlandiya abadiy! Kapral Graham, eng zo'r merganing bayroqni qo'riqlab tursin. Xo'p bo'ladi, ser. Askarlar! Biz u yerda uncha ko'p turmadik. Zambarak o'qi tomni teshib o'tdi-yu, yashirinish uchun bu yerga kelganlarning ko'pchiligi nobud bo'ldi. Yana kelyapti-ya, la'nat ahmoqlar. Baravariga o'q uzib ularga bexato zarba berdik. Kutilmagan bu qo'pol qabul marosimi ularni ortga o'girilib qochishiga majbur qildi. Men hech bir jang tufayli bunchalik mushkul ahvolga tushmaganman. Mag'lubiyatga ham bu qadar yaqin bo'lmaganman. Birinchi qism tugadi.
200 yildan ortiq vaqt avval 1815-yil 18-iyunda Belgiyaning Waterloo qishlog'i yaqinida ikki qo'shin uchrashdi. Beayov 10 soatlik alg'ov-dalg'ov davomida ular bor kuch shiddatini Yevropaning yaqin 100 yillik taqdirini hal etishi lozim bo'lgan jangga berdi. Shotlandiyada tug'ilgan Irland ayoli Jenny Griffiths kabi insonlar o'z qissasida jang va uning qatnashchilarini ilgari kamdan kam eshitish mumkin bo'lgan nuqtai nazardan yorqin tasvirlab bergan. Men Wellington bilan biror marta ham gaplashmaganman, lekin uni juda yaqindan ko'rganman. U burni katta, nihoyatda aqlli odam edi. Men Bonapartni ham ko'rganman. Napoleon past bo'yli dehqonga o'xshardi. 1815-yilning boshlarida Napoleon surgundan qochgan kezda uning xayoli dunyoga hukmronlik qilishdek birgina maqsad bilan band edi. Yevropa rahbarlari Napoleonni to'xtatish kerak degan fikrga keldi. Britaniya tashabbusni o'z qo'liga olib, Wellington gersogi Arthur Wellesley qo'mondonligi ostida ulkan qo'shin to'pladi. Siz ashaddiy jang va Bonapart ustidan qozonilgan g'alaba sahnasini ko'rasiz. Bu umrim mobaynida men ishtirok etgan eng og'ir to'qnashuv edi. Biror bir urush menga bunchalik qiyinchilik tug'dirmagan. Men mag'lubiyatga hech qachon bu qadar yaqin bo'lmaganman. Tarixda Waterloo Britaniya va Fransiya o'rtasidagi shonli kurash sifatida qayd etilgan. Aslini olganda esa bu ancha chigal masala. Irlandiyada tug'ilgan Wellington aslida Irland. Askarlarning 30% dan ortig'i, jumladan askarlikka endi chaqirilgan Peter Macmillan, biz qachon otamiz o'zi? Nega hujumga o'tmayapmiz? aka-uka James va Joseph Graham Boni bilan uchrashishni sabrsizlik bilan kutyapman. muhoribaning tajribali qatnashchisi Morris Shey ham Irland edi. Jang asnosida biror bir joyim tirnalgani ham yo'q, lekin yonimda ming-minglab odam jon berganini ko'rganman. Fransuzlarni darhol quvib chiqaring. Xo'p, bo'ladi, ser. Wellington zobitlarining chorak qismi va polkadagi aksariyat jangchilar, jumladan serjant David Robertson va oddiy askar Dixon Valens ham Shotland edi. Zambarak o'qlari xuddi do'lday oramizda g'iz-g'iz o'tib turar, ko'pchilikni yaralar, halok etardi. Alqissa Waterloo nafaqat Britaniyaning, balki Yevropa kelajagi uchun jon olib jon bergan kelt askarlarning ham jangi edi. Bu ularning o'z so'zi va xotiralari bilan birinchi bor so'zlab berilgan tarixidir. Waterloo jangchilari. Ikkinchi qism. So'nggi to'qnashuv 1815-yil iyun. Yevropa rahbarlari uzil-kesil qarorga keldi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, Napoleonni to'xtatish kerak. Wellington qo'mondonligidagi Britaniya armiyasi hamda Feldmarshal Blyucher boshchiligidagi Prussiya qo'shini Belgiyaga yo'l oldi. Fransuzlar safida 120 mingdan ortiq askar bor edi. Kuchlarni birlashtirib, birgalikda Napoleon bilan jang qilish Wellington va Blyucher uchun eng yaxshi imkoniyat edi. Ammo Napoleon bo'lib tashla va hukmronlik qil qabilida ish tutib, Wellington va Blyucher qo'shinlariga alohida hujum qildi. Taktika samara berdi. Caterburada Wellington bor yo'g'i 5 soatda 5000 nafar jangchisini yo'qotdi. Ko'p sonli va kuchli artilleriya madad berib turgan raqib bizga qayta hujum qildi. U bir qancha hujum uyushtirdi, lekin zarbalarning hammasi uzil-kesil qaytarildi. Biz katta talofat ko'rdik. Mushkul vaziyatga duch kelgan Wellington qulayroq pozitsiyaga chekinishga qaror qildi. Shu orada undan 10 mil narida liniyada fransuzlar Prussiya armiyasini yer bilan yakson qildi. Otdan urib yiqitilgan Feldmarshal Blyucher og'ir yaralangandi. Waterlooda hali o'q ovozi yangramasdanoq Napoleon g'alaba zavqi shukuhini his etib, oldindan masrur edi. Xotirjamlik pardasi oldida Wellington vahimaga tushdi. U o'z qo'shinini shimolga, Waterloo dalalari yaqiniga to'pladi. Wellington prussiyaliklarning ruhi ko'tarilib, u tomonga o'tishiga umid bog'ladi.
Ammo Lignydan keyin ularning ahvoli tang edi. Ularning yordamisiz Wellington Napoleonni mag'lub eta olmaydi. Endi bu vaqt masalasi edi xolos. 1815-yil 18-iyun, soat 11:30. Soat 11:30 da jang boshlanadi. Boshlandi. Irland James Graham bir onda voqealar o'chog'iga tushib qoldi. Fransuzlar Wellingtonning o'ng qanotini mudofaa qilayotgan qal'a Hugomon darvozasiga yopirilib keldi. Agar darvoza yiqilsa, Wellington og'ir ahvolda qoladi. Graham esa darvozani mahkam yopmoqchi bo'lib, hayotini xavf ostiga qo'ydi. Ular bostirib kirmoqchi. Madad kuchini chaqiring. Jangdan so'ng Gersog Grahamni uning hal qiluvchi qahramonligi uchun jasurlarning eng dovyuragi deb ataydi. Hugomon turib berdi, ammo urushning qolgan boshqa qismlarida Wellington askarlari muammoga duch keldi. O'zining dahshat va vahima uyg'otish uslubida ish tutgan Napoleon kunduz soat 2larda Waterloo jangida g'alaba qozonish arafasida edi. Soat 14. Wellingtonning front chizig'i barbod bo'layotgan edi. Shotlandlar David Robertson va Dixon Valensning zimmasiga eng og'ir vazifa tushdi. Tektor, hujumga shaylan. Qani yigitlar, kuchimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Miltiq nayzasini o'rnat. Tayyorlan. O'q va snaryadlardan polkimiz 3dan 1ga qisqardi. Ko'p o'tmay hammamiz yo halok yo yarador bo'lamiz degan xayolga bordim. Jangchilar, hujumga, olg'a! Oxirgi shiddatli to'qnashuvda tog'liklar fransuzlarning hujumiga qarshi ko'tarildi. Harakat behudadek tuyular edi. Jangdagi birinchi jiddiy tanglik shu yerda, kunduz soat 2larda yuz bergan. Tizma ortidagi tog'liklar qo'shini qattiq zarbaga uchragan edi. Bir necha kun avval Katerb rayonida sodir bo'lgan jangdan so'ng ularning bor yo'g'i 3600 nafari omon qolgandi. 14000 nafar fransuz esa katta, salmoqdor, ulkan saf tortgancha yaqinlashib kelyapti. Tog'liklarga ularni to'xtatib qola olmaydigandek tuyulgan bo'lsa ajab emas, chunki Napoleon chegaraning Wellington zaif qoldirgan qismidan shiddatli hujumni boshlagan va Gersog ochig'ini aytganda bu bosqichda ahvol og'irlashishidan xavotirga tushishi lozim edi. Jang endi dahshatli manzara kasb etib avjiga ola boshladi. U xuddi jahannam olovdek quyuq yog'lar, shovqin-suron qo'rqinchli edi. Qirg'inbarot harakat shiddat bilan oldinga siljib borardi. 3 soat o'tar o'tmas Wellington askarlari mushkul ahvolga tusha boshladi. Ammo Wellington yashirib turgan bir chora Britaniya og'ir kavaleriyasi bor edi. Uni qo'llash vaqti yetdi. O'yin tugadi. Tog'liklar fransuzlarning ularga qaratilgan shiddatli kuchiga bardosh bera olmaydigandek tuyulgan bir pallada ittifoqchilarning Shotlandiya, Irlandiya va Angliya otliq qo'shinlaridan iborat brigadasi hujumga o'tdi. Zarba berish maqsadida tuzilgan bu qo'shin aynan shunday to'qnashuvlar uchun mo'ljallangan edi. Uchta otlik polkimiz hujumga o'tdi. Shotlandiyaliklar kul rang libosli suvoriylar oldinda kelar, vatandoshlarimizning bundan boshi osmonda bor ovozi bilan hayqirishardi. Shotlandiya abadiy! Ittifoq brigadasining otliq qo'shiniga boshqa bir Irland, general Sir William Ponsonby Wellingtonning yaqin do'sti qo'mondonlik qilayotgandi. Endi Wellingtonning kelajagi do'stining muvaffaqiyatiga bog'liq edi. Ular fransuzlarning o'sha salmoqli safini yorib kirdi. Faqat bu yerdagina emas, nariroqda ham. Bu nihoyatda kuchli zarba edi va u fransuzlar hujumini parokanda qilib yubordi. Piyodalar ochiq maydonda otliqlarga qarshi turib qolsa, oson o'ljaga aylanadi.
kavaleriya piyoda askarlarni ortga, Napoleonning asosiy pozitsiyasiga surib chekinishga undadi. Bu holat shu yerda turgan va o'yin tugadi deb o'ylayotgan britaniyalik askarlar, ayniqsa tog'liklarda chuqur ehtirom hissini uyg'otgan bo'lsa ajab emas. Keyingi lahzada esa kavaleriya jangining borishini butunlay o'zgartirib yubordi. Bu qirg'in barotga qarashning o'zi dahshat edi. Dragonlar har zarbada kallalarni sapchaday uzib tashlardi. Biz ham ular orasida edik. Miltiq nayzasi bilan jang qilardik, lekin kavaleriya ularni qatl etmadi. Biz jonini oldik. Dahshatli hujum paytida Shotland Jon Dikson ham ot keldirib kelardi. Men ushlab turgan mana bu qilich o'sha kuni Diksonning qo'lida bo'lgan. Dikson uni jangga ishlatib, fransuzlarga qiron keltirishi kerak edi. Waterloo jangida u 26 yoshda edi. Dikson kulrang libosli suvoriylar safida kapral edi va jangning muhim ahamiyatga ega voqealardan bir nechtasiga guvoh bo'lgan. Qayerliksan yigit? Mening onam Qo'rq shahridan. Ikkimiz ham uydan uzoqdamiz. Otliq qo'shinining hujum hamlalari jang maydonida o'z samarasini berayotganiga qaramay, talafot ortib borardi. Front chizig'i ortida Irland ayol Elizabeth McMallen yaradorlarga yordam ko'rsatardi. Unga yaqin bo'lgan joyda eri Peter zaxirada turib, jangga kirish haqidagi buyruqni kutardi. Elizabeth homiladorlikning 7-oyida bo'lib, qo'shindagi yangi xizmat ular uchun farovon kelajakni ta'minlaydi degan umidda Irlandiyani Peter bilan birga tark etgandi. Omading bor ekan. Endi sen jangdan xavfsiz joydasan. Peter McMallenning rafiqasi Elizabeth boshqa ko'plab ayollar singari jang maydonida erining yonida bo'ldi. Tabaqasidagi boshqa ayollar kabi jang maydonida haqiqatdan ham uning ko'p nafi tegdi. Ko'p ayollar ovqat pishirish bilan band edi. Ko'pchiligi u yoqdan bu yoqqa xabar eltardi. Boshqalari esa yaradorlarga qarardi. Elizabeth Waterloo jangida ishtirok etgan yagona ayol emasdi. Xotin bolalarning kichik qo'shini uning ortidan ergashdi. Kambag'allik tufayli ularning boshqa chorasi yo'q edi. Jenny Griffiths Shotlandiyada tug'ilgan, ammo bolalik chog'larini Irlandiyadagi Longford grafligida o'tkazgan. Shu yerda maktabga qatnagandi. Uelslik askarga ko'ngil qo'ydi va uning ortidan urushga bordi. Endi u eriga shikast yetmasligini so'rab iltijo qilgancha qo'lida bolasi bilan jang natijasini kutardi. Yaqin soatlarda 50 ming kishi halok yoki yarador bo'lishi ehtimoli katta edi. Men bunday hayot kechirishni xohlamagan bo'lardim. O'sha paytda biror bir odam shunday yashash, go'dakni jang maydoniga olib borishni istaganiga ham ishonchim komil emas. O'sha davr odamlari gap mehr-muhabbat, sadoqat g'oyasi va shunga o'xshash sabablarda deb ko'p gapiradi. Biz esa bu vaziyatga o'zgacha nuqtai nazardan qaraymiz. Biz iqtisodiy sabablarni ko'ramiz. Menimcha, bunday hayotga ularni sharoit majbur qilgan. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Bu kun bo'yi shiddatli jang avj olgan Hugumon qal'asi. Muhoriba maydonining boshqa qismlaridan farqli o'laroq, bu jang to'xtamadi. Askarlar! Irlandiyalik og'ayni James va Joseph Graham fransuzlarni to'xtatib qolish uchun astoydil jang qildi. Graham bu yoqqa. Napoleon Hugumon etagida Wellingtonga qaraganda 2 barobar ko'p odamini yo'qotdi. Kapral Graham, u yoqqa qarang, bayroqni asrang. Xo'p, bo'ladi, ser. Joseph, ehtiyot bo'l. Bu sening imkoniyating. Unga qarata o't och. Irlandlarga shon sharaflar bo'lsin. Binoning old tomoniga, shuningdek qisqa vaqt ichida shimoliy darvozaga, orqa tomonga kelayotgan fransuz askarlarining to'xtovsiz oqimini bir tasavvur qilinga. Fransuz qo'shinlari bu binoga juda ko'p, 8000 tacha askar yo'lladi. Front chizig'idan ancha yiroqda shotlandiyalik kulrang libosli askarlar jangda davom etardi. Hatto Napoleon ham qoyil qoldi. O'shanda u bu kulrang tuz dahshatli tulporlar zo'r shiddat bilan olg'a intilishiga qarang degandi. Keyinchalik shotlandiyalik kulrang libosli suvoriylar ishtirokidagi hujum Edinburg qal'asida abadiylashtirildi. Katta zalda britaniyalik rassom Richard Anselding ulkan kartinasi osig'lik turibdi.
Kartinaning markazida 45-fransuz polki bayrog'ini mahkam ushlab turgan serjant Charles Yuartni ko'rib turibsiz. Aslida kartina jangdan 30 yil o'tgach, Yuart vafot etgan yilda yaratilgan. Bu Waterloo jangining oliyjanob qahramoni qanday qiyofaga ega bo'lishi xususidagi qirolicha Viktoriya davriga o'ta xos tasavvur. Ayrishirlik bu yigit kartinada qirolicha Viktoriya davri jentelmeniga juda ham o'xshaydi. Aslida esa u to'ladan kelgan otliq askar, mohir qilichboz edi. Rassom mezon qilib olingan qahramonni mardonavor, lekin qahri anchagina qattiq va g'azabnok qiyofada tasvirlagan. Birinchi jangdayoq burgutni dushmandan tortib oldim. Biz burgut uchun astoydil kurashdik. U qornimning ostki qismiga hamla qildi. Zarbani qaytardimda kallasini uzib tashladim. Shundan so'ng ulan menga tashlanib qoldi. Uning nayzasini o'ng tomonga uloqtirib yubordimda, iyagidan qilich solib tishlari orasidan tepagacha kesib yubordim. Tashakkur Robin, rahmat. Uni qo'lda ushlash imkoniyatiga ega bo'lmoqlik katta sharaf. Shotlandiya qirollik dragonlar gvardiyasi muzeyi. Bu fransuzlarning 45-piyoda askarlar polki burguti. Har bir fransuz polki bu bronza burgutlaridan birini o'zi bilan olib yurar, uni Napoleonning shaxsan o'zi ularga topshirgandi. Xullas, bu burgutlarda polkning or nomusi hamda Fransiyaning shon obro'si joy etilgandi. Men bu buyumni juda ko'p ko'rganman, ammo qo'lga olish birinchi marta nasib etdi. Bu yodgorlik anglash mumkin bo'lgan ramziy ma'no va tarixiy ahamiyat xususida mulohaza qilishga undaydi. Bu Britaniyaning olamshumul zafari hamda fransuzlar mag'lubiyati, Napoleon yengilishining asosiy timsollaridan biri sanaladi. Holbuki u bu buyum chindan ham shu yerda bo'lgani, odamlar uni deb kurashgani, uni himoya qilish yoki tortib olish uchun jangda jon olib jon bergani haqida ham o'ylashga undaydi. Bu haqiqatdan ham ajoyib artefakt. Burgutning qo'lga olinishi jang jarayonini Wellington foydasiga o'zgartirishi kerak edi. Ammo kavaleriyaning keyingi harakati halokatli xato bo'lib chiqdi. Ular qizishib ketishdi. Otliq askarlarda bu holat ko'p kuzatiladi. Wellington esa kavalleriyasiga ishonmasdi. U hamisha buni kasb bilan bog'liq xavf deb bilardi. Kavaleriya qizishib, tepalikdan pastga qarab haddan tashqari uzoq masofaga, fransuzlar pozitsiyasining ichkarisiga ot choptirib ketadi. Ular ancha ichkariga kirishdi. Otlar charchab qoldi. Bu holat esa fransuzlarga nayza bilan qarshi hujum qilish imkonini berdi. Fransiyalik ulanlar ko'p kuch sarflagan kavaleriyani qirib tashladi. Halok bo'lganlar orasida Wellingtonning do'sti general William Ponsonby ham bor edi. Fransuz ulanlarining nayzasi Ponsonbyning yelkasiga borib tegdi. Uni fojiali o'lim topib, yonida cho'ntak soati va rafiqasining surati bilan tuproqda yotgan holda ko'rishdi. William Ponsonbyning amakivachchasi, Irlandiyadagi Besboro uyining 6-grafi Frederik ham fransuzlarning qarshi hujumi paytida otdan urib yiqitildi. U og'ir yaralangan, hayoti qil uchida edi. Qaddimni rostlashga urindim, ammo ulan o'z nayzasini yelkamga sanchdi. Yo'q, sen menikisan, yaramas. Og'zim qonga to'ldi, nafas olishim og'irlashdi chunki ulan o'pkamni teshib yuborgandi, lekin men hushdan ketmadim. Tepalikdan tushgan irlandiyalik, shotlandiyalik va britaniyalik otliq askarlarning yarmidan ko'pi halok bo'lgan yoki og'ir yaralangan edi. Shotlandiyalik kulrang libosli suvoriylar yer yuzidan deyarli supurib tashlangandi. O'sha kuni hujumga kirgan og'ir kavaleriyaning aksariyati o'ldirilgan yoki yarador bo'lgan edi va endi ular zarba beruvchi kuch sifatida jang maydoniga hech qachon chiqarilmaydi. Shu tariqa ular jangda Wellingtonni mushkul ahvoldan qutqarib qolishdi, ammo keyinchalik yana foydasi tegishi mumkinligi imkoniyatini yo'qqa chiqarib qo'yishdi. Kunduz soat 3larga borib, halok bo'lgan va yaradorlar soni yanada ortdi. Prussiyaliklar Napoleon qo'shinlarining orqa tomoniga hujum qilgani haqida Wellingtonga xabar keldi. Blyucher g'alaba qozonish va oldinga yorib o'tishni uddalay oladimi? Wellington yana qancha turib beradi? Gap shunda qolgandi. Napoleonning armiyasi kuchliroq, tashabbus ularning qo'lida edi. Wellington vaziyatni yaqqol anglab turardi. Agar qo'shinni sarosimaga tushib chekinsa, uning haqoratomuz mag'lubiyatga tan berishiga to'g'ri keladi. Tog' tizmasi ortida Wellingtonning zaxira qo'shini buyruqni kutardi. Irlandiya Inniskilling fuzilyorlaridan biri Peter Macmillan katta talafot ko'rilayotganini kuzatib turar, o'zi esa hali bir marta ham o'q uzgani yo'q edi.
Shu yaqin atrofda rafiqasi Elizabet yaradorlarga yordam ko'rsatishda davom etardi. Ko'zlarim, ko'zim ko'r bo'lib qoldi. Tinchlan. Meni shu ahvolda qoldirmang. Tasbehingni ushla. Bu sening tasbehing. Front chizig'idan bor yo'g'i 300 metr narida joylashgan 6000 nafar yarador dod solayotgan, ingrayotgan, suv yoki biroz bo'lsa-da tinchlantiruvchi nimadir berishlarini so'rab yolvorayotgan Mont-Saint-Jean fermasini tasavvur qiling-a. Xudoga shukr. Joning omon qoldi. Не погибнут. Мы полагаем, что за 4 дня военных действий Майкл Крамплин, историк и хирург, в лагере союзников сделали около 500 ампутаций. Процедура очень тяжелая для всех. Боль нестерпимая, особенно в области кожи и жировых тканей. Иногда хирург работал с артерией и нервными окончаниями. Пациент, конечно, был в агонии. В среднем хирург ампутировал конечность за 15 минут, ногу иногда за 3 минуты. Надо было работать быстро, потому что пациенту было очень больно, да и работы было много. Tushdan keyin taxminan soat 4larda Wellington qiyin ahvolda qoldi. Fransuzlarning bor kavaleriyasi hali jangga kirmagan edi. Ularni katta muvaffaqiyat bilan ishga solish kutilayotgandi. Keyin ro'y bergan voqea hodisalar 100 yil avval qurilgan ajoyib inshoot panoramada saqlanayotgan kartinada yaqqol aks ettirilgan. Panorama, Waterloo, Belgiya. Qarshimizda panorama jangining eng avjiga chiqqan va ko'p jihatdan marshal Ney kunduzi soat 4 dan 6 largacha kavaleriyaning ommaviy hujumlarini uyushtirgan eng og'ir pallasi aks ettirilgan o'ziga xos badiiy reproduksiya. O'sha 2 soat ichida 5000 nafar otliq askar hujumga otildi. Aksariyati og'ir kavaleriyada. Ularni bu yerda ko'rish mumkin. Ko'kragiga po'lat plastina taqib olgan kirasirlar, ya'ni sovut kiygan otliq askarlar edi. Marshal Ney qo'mondonligi ostida fransuzlar britaniyaliklarni kavaleriyaning shiddatli hujumi ostida qoldirdi. Bunday zarbani ilgari hech kim ko'rmagan edi. Ko'pincha bu jiddiy xato deb aytiladi. Bu ketma-ket hujumlar sira ish bermasligi kerak edi. Bunga mening ishonchim komil emas, negaki ro'paradan kelayotgan son sanoqsiz suvoriylarning psixologik ta'siri ko'pchilikni vahimaga solib qochishga undagan bo'lardi. Aslini olganda ayrimlar shunday qildi ham. Ammo jang maydonida bo'lgan britaniyaliklarning aksariyati sarosimaga tushmadi. Sababini mana bu yerda ko'rish mumkin. Chunki bu yerda bir juft kvadrat tasvirlangan va askarlarning zich qatorlari ko'rinib turibdi. Uchta qiyofa yaqqol ko'rinadi, ammo orqadagi chehrani ko'rib bo'lmaydi. Bu askarlar mahkam turishi va oradan otliqlar o'tishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Bu nihoyatda zich to'siq, uni yorib o'tishning imkoniyati yo'q desa ham bo'ladi. Irlandiya g'arbida joylashgan Kerry grafligidan bir yosh yigit shu mudofaa kvadratlaridan birida zo'rg'a oyoqda turardi. Umrining oxirida u o'z xotiralarini yozib qoldirdi. Biz bir necha turli tuman uslublarni qo'lladik, lekin asosan kvadrat safda jang qildik. Moris Shey Waterloo jangiga borib qolgan ko'pgina yosh yollanma askarlar sirasidan edi. Agar jang haqidagi xotiralarni yozib qoldirmaganida, biz u haqda hech narsa bilmagan bo'lardik albatta. U jangning nihoyatda yorqin ta'rif va tasvirini va u yerdagi azob uqubatlarini bayon etgan deb o'ylayman. Uning hikoyasi eng avvalo piyoda askarlar kvadrat safda jang qilgan va to'plardan o'qqa tutilgan zambarak o'qlari bilan yuzma-yuz kelgan paytdagi vaziyat haqida tasavvur bergani bilan qadrli. Shu holatda biz otliq askarlarning ko'plab hujumiga dosh berdik. Fransuz ulanlar va kirasirlar polklari miltiqlarimiz nayzasi tig'iga yaqin kelar, bo'sh joy topish uchun kvadratlarimizni bot-bot aylanib chiqardi. Bo'sh joy topishni uddalay olmasa, ko'pincha shunday bo'lardi ham. Ma'lum masofaga chekinardi-da, shiddat bilan ot choptirgancha hujumga o'tardi. Ha, bu dahshatli edi.
Kavaleriya tez yurar, shu sababli agar u bir chiziqda saf tortgan, qanotlari va orqa tomoni ochiq turgan piyoda askarlar batalyoni bilan to'qnash kelsa, kavaleriya tezda unga chap berib o'ta olardi. Agar piyoda askarlar bo'linmasi kvadrat shaklida saf tortsa, amalda har holda Britaniya armiyasida u to'g'ri burchakka ko'proq o'xshaydi. Uning qanotlari yo'q. Oldingi ikki qator tiz cho'kadi, orqadagi ikkitasi tik holatda qoladi. Pilta miltiqlar nayzasi tepaga qaratilgan holda qo'ndog'i bilan yerga tiraladi. Ajablanarlisi shundaki, bu holat 2 soat davom etdi. So'z 7 yoki 8 bor takrorlangan hujum haqida boryapti. Bu odamlar ko'rsatgan jasorat esa qayta-qayta hamla qilinayotgan bir paytda shu holatda uzoq vaqt davomida qolish uchun o'ziga xos psixologik g'ayrat. Ular buning uddasidan chiqib, shunchalik uzoq vaqt turib bera olganini tasavvur qilish qiyin. Holbuki, qaysidir ma'noda ularning boshqa iloji yo'q edi. Bu hujumga dosh berish uchun Wellington armiyasi chuqur okop qazishga to'g'ri keldi. Bu Morrissey hech qachon unutmaydigan tajriba bo'ldi. Ular oramizni yorib o'tadigandek tuyulardi. Ularni kvadratlarimizning ichki qatorlaridan uzilgan o'q yomg'iri qarshi oldi. Miltiq nayzalardan hosil qilingan to'siqqa yetib kelganicha esa dahshatli tala-to'p boshlandi. Biroq jang mobaynida biror marta ham kvadratlarimizni yorib o'tisha olmadi. Ammo ular ham, biz ham juda katta talofat ko'rdik. Marshal Ney qo'mondonligi ostidagi fransuz kavaleriyasining hujumi va britaniyaliklarning unga qarshi mudofaasi jangning hal qiluvchi pallasiga aylandi. Fransuzlar Waterloo jangida g'alaba qozongan edi hisob. To'g'ri, bir qancha xatoga yo'l qo'yildi. Masalan, fransuz kavaleriyasining hujumi Marshal Ney xatosining oqibati edi. Shu bois deyarli uxlamaydigan Napoleon siestaga chiqdi, ya'ni tanaffus qildi. Inglizlarning tili bilan aytganda 2 soat pinakka ketdi. Bu paytda fransuzlar armiyaga qo'mondonlik qilayotgan Marshal Ney esa Britaniya qo'shini harakatga tushganiga ishondi. U Wellington uzoqdan zarba beryapti deb o'yladi. O'shanda u o'ziga kavaleriyani ishga solish vaqti keldi dedi. U otliq qo'shinlar hujumini boshladi, lekin aslida inglizlar ortga chekinayotgani yo'q edi. Muvaffaqiyatga erishish uchun biror bir imkoniyatni qo'lga kirita olmagach, fransuz kavaleriyasi chekinishga qaror qildi. Wellington esa hali ham o'z pozitsiyasini saqlab turar, uning bor umidi prussiyaliklardan edi. Prussiyaliklar Napoleonning 14 ming askari bilan jang qilayotgani haqida xabar keldi. Ular yorib o'ta olarmikin? Wellington xavotirda edi. Tangrim, menga tunni hadya et yoki Blyucherni yubor. Eng yomoni siesta tugagan. Napoleon allaqachon uyg'ongan va tezda zafar qozonishni ta'minlashi uchun bor kuchini Wellingtonga qaratishga shaylanardi. O'zining harbiy mahoratiga tayangan Napoleon zambaraklar 2 baravar ko'p o'q otishini buyurdi. Napoleonning yangi hujumi chizig'ida qolgan Jenny Griffiths cherkovga yashirindi. U umrining oxirida bu lahzalarni o'zgacha bir titroq bilan esga olardi. Istardimki, hech kim ko'rish qobiliyatini hech qachon yo'qotmasin. Men ko'zdan ayrilishimga bir baqiya qolgandi. Istagim, men ko'rgan dahshatni hech kim hech qachon ko'rmasin ham, eshitmasin ham. Doktor va bir necha kishi cherkovga kirishdi. Biz u yerda uncha ko'p turmadik. Zambarak o'qi tomni teshib o'tdi-yu, yashirinish uchun bu yerga kelgan ko'p odamning umriga zomin bo'ldi. Jenny bu fojiani hayotidagi 2 og'ir kechinmadan biri sifatida qayd etadi. Nazarimda bu holat ma'lum ma'noda uni umrining oxirgi yillarida zulmatga cho'mgandek, so'ngra esa hayotining erining tirik qolishi-yu o'zi omon qolishini bilmagan o'sha navqiron davrini yodga solib, o'ziga xos kelajakka olib o'tgan. U o'sha uzoq davomli vaqt mobaynida tuz totmaganini aytadi. Shunda tinglovchi beixtiyor uning kechinmalarini yaqqol his etadi. Kechki soat 7larda Wellington mushkul ahvolda qoldi. U bir nechta ishonchli zobiti, jumladan ko'plab do'stlarini yo'qotdi. Ammo Frederick Ponsonby tirik qolgan edi. Fransuzlar hududni yana egallab olishdi. Tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz?
unda asilmedia.net saytiga tashrif Birinchi duch kelgan odam meni tunab ketdi. Keyin bir zobit keldida menga biroz ichimlik berdi. Soat 18. Fransuzlar hujumda davom etardi. Yana kelyapti-ya la'nat ahmoqlar. Serjant David Robertson holdan toygan tog'liklarning to'zg'in saflari hujumga bardosh berishiga ishonmasdi. Mahkam tur. Safni saqla. Polkimizda zobitlar qolmadi hisob. Shu sababli qo'mondonlik qilish menga o'tdi. Fransuzlar kolonnasi oldinga yura boshladi. Har bir odam o'zini safda dadil tutardi. Safni saqla. O't ochishga tayyorlan. O't oching. Nihoyat kolonna saflarimizga miltiq o'qi yetgudek masofaga yaqin keldi. Baravariga o'q uzib, ularga bexato zarba berdik. Kutilmagan bu qo'pol qabul marosimi ularni ortga o'girilib, halok va yarador bo'lgan jangchilarni qoldirgancha qochishga majbur qildi. Lekin prussiyaliklar hali ham ko'rinmasdi. Wellington Peter Makmalin va Inniskillinlarni otishma chegarasiga olib chiqdi. Ularning jangga kirish vaqti yetganda. Bo'linma, kavaleriya hujumini qaytarishga tayyorlan. Hujum qaytarilsin. Shu yaqin orada Elizabet jangda yaralangan askarga yordam berayotganini Peter bilmasdi. Biroz chidang, bir necha daqiqadan so'ng xavfsiz joyda bo'lasiz. U kimnidir jang maydonidan olib chiqayotgan edi. Yarador askarni xavfsiz joyga sudrab ketayotganida zambarak o'qi Elizabetning oyog'ini majaqlab yubordi. Oyog'idan yaralangani Elizabetning Waterloodan tirik chiqish imkoniyatini keskin kamaytirdi. Ikkala tomonning ham talofatlari shu qadar tez ortib borardiki, shifokorlar yordam ko'rsatishga ulgurmasdi. 9 soatlik jang davomida har soniyada bir odam yo halok yoki yarador bo'lardi. Hogomonda irlandiyalik aka-uka James va Joseph Graham jang qiziganini bildi. Bu yerda yaradorlar joylashtirilgan qala bor edi. Jang qila olmay qolgan erkaklar shu binodagi vaqtinchalik dala gospitalga keltirilardi. Ammo Joseph panoh topgan qal'ani fransuz to'plarining o'qi vayron qildi. James Graham ukasini qutqarish uchun ruxsat so'radi. Serjant McDonald Josephni xavfsiz joyga olib borgach, darhol devor yoniga qaytish sharti bilan unga istar-istamas ruxsat berdi. O'toch! Jo! Voy xudoyim-ey, Jo! Tuzukmisan? Biz astoydil jang qilganimizni ularga ayt. Bardam bo'l. Qo'y bola. Jimmy. 5 kun o'tgach, Joseph Graham jarohatlari tufayli jon berdi. Hogomon mudofaasi tungacha davom etdi va James Graham matonat bilan qarshilik ko'rsatdi. Shu orada Wellington fronti chizig'ining qarama-qarshi tomonida yana bir tayanch punkt halokatga yuz tutdi. Qarshimizda Wellington pozitsiyasining muhim ahamiyatga ega punktlaridan biri bo'lgan La Haye-Saint fermasi turibdi.
Taxminan soat 6:30larda bu ferma bor yo'g'i 400 kishi ishtirok etgan 5 soatlik ayovsiz jangdan so'ng nihoyat taslim bo'ldi. O'q-dori tugab qolgani ularning yengilishiga qisman sabab bo'ldi. Holbuki aynan shu jihat ittifoqchilar chizig'i markazini fransuzlar artilleriyasi, chunonchi Peter Makmalenning tog' tizmasi ortida turgan Inniskilinlar polkiga butunlay ochib berdi. Artilleriya tog' tizmasi chizig'iga ko'tarilsa, to'g'ri maydonga qarata o't ochishi mumkin. Shu holatni bir tasavvur qiling-a. Waterloo kelajagi endi butunlay Peter Makmalen va Irland Inniskilinlar zimmasida edi. Jang natijasi ular bu hujumga qanday javob qaytarishiga bog'liq bo'ladi. Inniskilinlar jangga ancha kech kirdi, biroq shundan so'ng boshdan kechirganlari o'sha kechikish uchun ortig'i bilan to'langan badal edi. Ular og'ir sinovdan o'tishiga to'g'ri keldi. Waterloo jangida Wellington armiyasidagi barcha piyoda askarlar batalyonlari orasida eng katta talofatni ular ko'rgan bo'lsa ajab emas. Peter Makmalen fransuzlar artilleriyasi o'q yog'dirishiga qarshilik ko'rsatdi, albatta. Fransuzlar yorib o'tish va ishni oxiriga yetkazish uchun tizmaga tobora yaqinlashgani va yanada zo'r berib hamla qilgani sayin miltiqdan o'q uzish kuchayib boraverdi. Nishonga ol. Osmondagi otamiz, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Tangrim, bizga rahim qil. Inniskilinlar boshdan kechirgan sinov ayniqsa dahshatli bo'lgan. Peter Makmalen esa ulardan biri edi. Safni saqla. Biz qachon otamiz o'zi? Nega hujumga o'tmayapmiz? Saf saqlansin. Otishma, shovqin-suron, baqir-chaqir, chor atrofga sachrayotgan et aralash qon. Boz ustiga u yer shu qadar tiqilinch ediki, kimningdir omadi chopib sog' salomat qolsa, atrofdagi yiqilayotgan tanalar uni ushlab turardi desa ham bo'ladi. Shunday ekan, bu bir dekoratsiyani suyab turgandek gap. Inniskilinlar polki Wellington qanotini yerning bir qarichini ham qo'ldan bermasdan saqlab qolgani bilan dong taratdi. Jang oxiriga kelib bu odamlar maydonda tom ma'noda jonsiz yotar, negaki aksariyati yaralangan edi. Halok bo'lganlar va yaradorlar shu qadar ko'p ediki, batalyon ortga qaytganda yerda jasadlar bilan qoplangan kvadrat shakli qoldi. Frontning oldingi chizig'ida britaniyalik piyoda askarlar zo'r qarshilik ko'rsatdi. Matonat va jasorat Wellingtonga favqulodda zarur bo'lgan o'sha bir necha qimmatli soatni hadya etdi. Nihoyat uzoq kutilgan xabar keldi. Kun yakuniga yetdi. Prussiyaliklar yetib kelishdi. Xursand bo'lishga hali erta. G'alabani qo'lga kiritish kerak. Ko'p ham yaqin bormang. Ortga. Otishaversin. Jangda yutib chiqishimiz kerak. Olg'a. Es-hushlarni yig'ib olishiga imkon bermang. Endi miltiq nayzasidan boshqa hech narsa kerak bo'lmay qoldi. Fransuzlar safar xaltasi, snaryadlari qochishiga xalaqit berishi mumkin bo'lgan hamma narsani tashlab tumtaraqay qochishga tushdi. Prussiyaliklar kelishi bilan Waterloo jangida zafar qo'lga kiritilgan edi hisob. Peter Makmalen kabi irlandlar hamda Dixon Valens singari shotlandlar o'zlarining halokatga mahkum jabrdiyda roli uchun badal to'ladi. Sochma o'q parchasi tegib yaralandim. O'q o'ng ko'zimni ishdan chiqardi. Yanoq suyagimni sindirdi. Bu holat esa chekinayotganlarni ta'qib qilishimga imkon bermadi. Aslida ulardan o'ch olmoqchi edim. Chekinayotgan fransuz askarlardan biri irlandiyalik general-mayor Frederik Pansombini topib oldida undan tirik qalqon sifatida foydalandi. U menga qo'shinlarimiz hujumga o'tayotganini aytdi. Oxirgi marta o'q uzgach, biz chekinayotganimizni eshitib juda xursand bo'larsiz. Xayr do'stim, dedi.
Aytish mumkinki, imperator gvardiyasi chekinayotganini ko'rgan Napoleon o'yin tugagani, endi qo'lidan keladigan birgina ish jang maydonini tark etish ekanini tushundi. Ochig'ini aytganda, ortida qo'shinni qoldirib shosha-pisha ketgani ancha sharmandali holat. Tabiiyki, o'sha askarlardan aksariyati jang maydonidan tirik chiqmadi. Halok bo'lgan va og'ir yaralangan minglab Irland va shotlandlar Wellingtonga g'alabani ta'minlab berdi. Urush tumani butunlay tarqalguniga qadar esa yana bir necha soat vaqt ketadi. Ana o'shandagina uning odamlari bergan qurbonlarning ko'lami ro'y-rost namoyon bo'ladi. Uzoq davomli, ayovsiz 10 soatdan so'ng 50 ming odam Waterloo dalalarida jonsiz yotar yoki jon talashardi. O'sha tunda Wellington ularning orasida uzoq yurdi. Do'stlarning aytishicha, ajal chizgan bu dahshatli surat shuncha odam birvarakayiga nobud bo'lgani umrning oxirigacha ko'z oldidan ketmagan. Bu qadar ashaddiy urush va bunday ustunlikni ulkan yo'qotishlarsiz amalga oshirib bo'lmasdi. Biz ko'rgan talofat juda kattaligini ming afsus bilan aytib o'tishim kerak. Waterloo jangi yakunida Wellington shuncha odam nobud bo'lganini ko'rib, yuragi qayg'u alamga to'ldi. Ma'lumki, u Waterloodan keyin endi hech qachon jangga kirmasligi bu uning uchun juda og'irligini aytadi. U do'stlarini yo'qotdi. Ularning hayoti uchun esa aynan Wellington javobgar va bunday mas'uliyat nazarimda uni bo'g'a boshlagan edi. Erimni izlayapman. Ismi sharifi Lewis Griffiths. U Uelslik. Fuzilyorlar qayerda? Siz uni taniysiz. Biz bilan yelkama-yelka turib jang qilgan safdoshlarimiz endi ochiq maydonda jonsiz yotardi. Men achchiq yig'ladim. Bunday manzarani ko'rmaganim yaxshi edi. Hammasining, har birining joyi jannatda bo'lsin. Shotlandiya abadiy. Qorong'u tushganda tirik qolganlarni yig'ib zo'rg'a bitta to'liq polk yig'dik. Jang maydonini ta'riflashga til ojiz edi. Bu nobud bo'lgan va jon berayotgan odamlar u otlardan iborat ayqash-uyqash uyum edi. Bir talay ayol esa dala bo'ylab chor atrofda izg'ib yurardi. Peter, qayerdasan? Qayoqqa ketyapsiz? Peter, yo Tangrim. Lizzie. Elizabeth McMullen erini yarador holda topdi. Pirovardida esa Peter ikki qo'lidan ayrildi, lekin har holda tirik edi. Elizabeth uni qutqarish, jang maydonidan olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Ikkisi ham jangda omon qolishdi. Qizaloqlari bir necha oydan so'ng Londonning iste'fodagi harbiylar uyida tug'ildi. Keyin Elizabeth ikkinchi farzandini dunyoga keltirdi. Go'dak Waterloolik Frederika McMullen deb cho'qintirildi. York gersogi bu voqeani eshitib, ularnikiga mehmonga keldi va bolaning cho'qintirgan otasi bo'ldi. Nazarimda bu har tomonlama yaxshi ovoza. Qissaning ayanchli yakuni shundaki, go'dak uzoq yashamadi. Bir necha oy o'tgach nobud bo'ldi. Vaholanki bu o'sha davrda odatiy hol edi. Shimoliy Irlandiyaning Enniskillen shahrida Peter McMullen hayoti u dastlab harbiy xizmatga kirgan qal'ada hurmat bilan yod etilib tilga olinadi. Bu Peter McMullen Waterloo jangida olgan medal. Wellington yuzining yon tomondan ko'rinishi aks ettirilgan. Medal qo'lga olinsa, biroz xira tortgan yozuvni o'qish mumkin bo'ladi. Oddiy askar Peter McMullen.
1 batalyon 27-piyoda askarlar polki Ennis Kilin bu jangda qatnashgani uchun va ehtimol o'sha jang uning hayotiga zomin bo'lgani, u bergan qurbonlar, u olgan dahshatli jarohatlar uchun taqdim etilgan medal. Shunday ekan bu medalni ko'rish, uni qo'lda tutish katta sharaf hisoblanadi. Napoleon mag'lubiyatidan so'ng Britaniya imperiyasi jahon maydonida hukmron bo'ldi. Wellington Waterlooni milliy qahramon sifatida tark etdi va Birlashgan Qirollikni bosh vaziri lavozimini egalladi. Shunday bo'lsa-da, erishgan muvaffaqiyatiga qaramay, uning nomi o'zi tug'ilgan mamlakat Irlandiyada deyarli yodga olinmaydi. Ingliz Irland hukmronligi davrida kelib chiqqani va Britaniya imperiyasi qahramoni sifatida qabul qilinishi hisobga olinadigan bo'lsa ham, zamonaviy Irlandiya talqinida unutib yuborilgani unchalik ajablanarli emas. Vaholanki u Irland va britaniyaliklarning eng yaxshi xislatlarini gavdalantirgan va bu fazilatlarni bir odamda mujassam etgandi. Shu bois Wellington bizning zaminda dunyoga kelganidan bag'oyat ruhlanishimiz va juda ham faxrlanishimiz lozim. Negaki u Yevropaning xaloskori edi. Shon shuhratining soyasi nihoyatda uzun. Shunday bo'lsa-da, Irlandiyada u deyarli unutib yuborilgan. Shotlandiyada shotlandlar Waterloo haqidagi hikoyalarga to'ymas, g'alabani o'z zafariday qabul qildi. David Robertson va Dixon Valens uzoq umr ko'rishdi va Waterloo qahramoni sifatida dong taratishdi. Irlandiyada Waterlooda jang qilgan odamlar ko'p o'tmay esdan chiqarildi. Kapral James Graham Angliyada haliyam jangning eng jasur qahramonlaridan biri sifatida tilga olinadi. Irlandiyada esa uning ism sharifi noma'lum. Bunday unutishning sababi aniq. O'sha kezlarda Irlandiya va Britaniya o'rtasidagi munosabatlar o'ziga yarasha, keyingi yillarda esa ancha yomonlashib borardi. Buni kerrilik Morris Shey qissasi yaqqol tasdiqlaydi. Harbiy xizmatdan ketgach, Morris Kerri grafligiga qaytib kelib uylandi va 6 farzand ko'rdi. Keyin falokat yuz berdi. Biz zulmatli 47-yil deb ataydigan ochlik davrida Morris xotini va bolalari bilan Kanadaga ko'chib ketdi. Ularning hammasi yetib bora olmagani achinarli hol albatta, chunki 4 bola kemada nobud bo'ldi. Morris tirik qoldi va umrining oxirigacha Kanadada yashadi. Aslini olganda, u Waterlooning eng uzoq umr ko'rgan faxriylaridan biridir. Mashhur sayyoh Tom Green va harbiy maslahatchi arabistonlik Lawrence singari Morris Shey ham vatani Irlandiyada hech kim emas edi. Ammo Kanadada Morris mashhur qahramon edi. U vafot etganda gazetalar Waterloo jangidan omon qolgan oxirgi odam haqidagi hikoyalar bilan to'lgandi. Uning hayoti butun boshli bir asrni o'z ichiga oladi deyish mumkin. Aslida esa ikki dunyoni qamrab olgan, chunki u fotografiya, poyezd va shunga o'xshash ixtirolar asrining keksa vakili va nihoyatda o'zgacha siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy olamda dunyoga kelgan. Jangda kichkina bolasi bilan omon qolgan Jenny Griffiths ham munkayib qolguncha yashadi. 80 yoshdan oshganida o'z qissasini jurnalistga aytib yozdirdi. Hammasidan ham Jennyni qo'lida norasida go'dagi bilan erini qidirib o'tkazgan 3 kunlik xotirasi butun umr ta'qib qildi. Lewis Griffiths, erimni izlayapman. Uni ko'rmadingizmi? Lewis. Men uni yakshanba kungi o'tar kechasi tuni bilan, keyin dushanba kuni kun bo'yi izladim. Yarador askarlar yotgan 300 ga yaqin xonani aylanib chiqdim, lekin uni topa olmadim. Keyin go'dagim dada dedi. Shunda erimni ko'rib qoldim. Qadrli insonim. Avvaliga men uni bilmagan ekanman. Lekin keyin jangga kirganida yuzi atirguldek qizarib ketgan, endi esa qog'ozdek oppoq edi. Я пережила много. Ko'p sinovlarni boshdan kechirdim. Ammo hayotimda yaratganning xohish irodasiga ma'qul kelganidan o'zga narsa bo'lmagan.
Endi men juda baxtliman. O'lsam armonim yo'q. Переведено и озвучено компанией SDI Media по заказу ТПО Red Media.